Jigar, hali ham uyingizni pechka bilan isitib o'tiribsiz. Men sizlarga zo'r yechim ko'rsataman. Va ko'rishingiz mumkin, yana bitta xonadonga 300 kvadratlik ko'mir kotel uslubga qilib berganmiz va bunimizning narxi 1200 dollarga borib taqaladi. Usta xizmatimiz har bitta sirkulyatsionni nasosga, ya'niki 600 ming so'mga tushadi. Ya'ni bitta, ikkita, uchta qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. Uchtasi bu 600 mingdan hisob olishingiz mumkin. Qolgan narsalar shunda tekin hisob bo'ladi. Faqat nasosga hisoblanadi. Va bu yoqqa miyalar tushgan va UPS ustanovka qilingan, suvda o'chib qolgan holatda ham avtomatik yonishi uchun. Agar kimga shunaqa kotel kerak bo'ladigan bo'lsa ham, ya'ni santexnik xizmatda yoki kotel ustanovka xizmati kerak bo'lsa ham, bemalol pastdagi nomerga aloqa chiqishingiz mumkin. Xo'p, ya'ni 150 kvadratli xonadonimizni mana ko'rishingiz mumkin, 50 gradus obratga bo'lyapti. 63 gradus ketyapti va 50 gradus obratga bo'lyapti. Bu degani 150 kvadratli xonadonimizni moshinalab isitayapti. Kimga shunaqa yechim kerak bo'ladigan bo'lsa, kimda viloyatida gaz va nima desam, elektrdan muammo bo'ladigan bo'lsa, shunaqa ko'mir kotelni maslahat beraman. Moshni xudo xolasa qishdan maza qilib chiqadigan, maza qilib ishlatadigan sistema bo'ladi, xudo xolasa.